Bu talabalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning masjidlariga kelib ilm talab qilishyapti. Imom Ahmad va Ibn Moja Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Man jaa masjidi hada lam ya'ti illa li khayrin yata'allamuhu aw yu'allimuhu." Kim meni bu masjidimga yaxshilikni ta'lim olish uchun yoki yaxshilikni ta'lim berish uchungina kelgan bo'lsa, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. U Alloh yo'lida jihad qilayotgan kishining manzilatidadir. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu masjidlariga kelib ilm talab qilayotgan kishi go'yoki Alloh yo'lida jihad qilayotgan kabidir. Birodarlar, men ham siz azizlarga yetkazayotgan mana shu videolarimni biroz muddatga to'xtatib, yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning bu masjidlarida ta'lim olishlikni maqsad qilib turibman. Avvalo, biroz shaxsiy ishlarim bor. Alloh taolo oson qilsin, mana shu ishlarimni tugatgach, biroz muddat faqat ilm olishlik bilan mashg'ul bo'laman. So'ngra yana imkon bo'ladigan bo'lsa, siz azizlarga yetkazayotgan mana shu videolarimizni davom ettiramiz. Men bilan o'tkazgan vaqtlaringizdan rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taolo yaxshi kunlarda uchrashtirsin.